Assalomu alaykum hammaga abituriyentlar. Bugungi mavzuyimiz reaksiya unumi. Reaksiya unumi amaliy jihatdan olingan natijani nazariy jihatdan olingan natijaga nisbati. Masalan, amaliy jihatdan olinganni nazariy jihatdan olinganga bo'lamiz. Unum o'lishda bo'layotgan bo'lsa 0 dan 1 oralig'ida bo'ladi. Agarda foizda bo'layotgan bo'lsa 0 dan 100% oralig'ida bo'ladi har doim. Nazariy jihatdan olingan natijaga kimyoviy reaksiyada to'g'ridan to'g'ri yozilib, reaksiya bo'yicha modda massasini hisoblanadigan massa, bunda unum 100% bo'ladi. 100% hisob olinadi. Berilgan masalada masalan 80%, 100%, shu 80%, 75% shuni qancha deb yozamiz har doim. Masalan yozsam 200 gram kalsiy karbonat parchalanganda 33,6 litr gaz ajraldi. Reaksiya unumini foizini aniqlaydi. Bitta foizini aniqlaymiz. Bitta unum berilmagan unum foizini aniqlaymiz. Masalan, kalsiy karbonat parchalasak, bitdan kalsiy oksidi chiqadi va karbonat angidrid chiqardi. Bitta 100 grammim litrda berilgan, 22,4 litr bo'lsa 200 gramm qancha? 44,8 olinishi kerak bo'lgan. 44,8 litr olinishi kerak bo'lgan. Endi bu yerda qilamiz. Aytdim sizlarga boya 0 dan 1 araliq bo'lsa ulushda, agar 0 dan 100% bo'lsa, 0 dan 100 gacha bo'lsa foizda 100% hisob olinamiz. Bu yerda unum berilmagan. 33,6 litr 6 litr berilgan. Darajada 33,6 litr berilgan. Buni 44,8 ga bo'lib ko'paytiramiz 100% ga. Shunda reaksiya unum foizi aniqlanadi. Hozir ko'paytirib bo'lib yuboraman bir chekkaga. %70% chiqargan. Reaksiya unumi 70% bo'lar ekan. Endi unum berilgan misolni ko'ramiz. Unum berilgan. Mana nega kimyodagi birinchi misolga qaranglar. Sizlar qarab ko'rib olinglar, men tushuntiraman.
kalib bermagani parchalanadi. Bitta yozamiz. Tur parchalansa marganis tur oksidi kislorod parchalanadi. Jadvaldan ko'rib olaylik. To'g'ri aytibman. Tur va kislorod ajraladi. Bu yerda tenglashtirsak faqat mana bu ikki tushadi, tenglashdi, bitta ikki tenglashdi. Endi qaranglar. 39.5 gram kalib bermanganadi. Yozib olamiz, har doim berilgan alanga 5 gram berilyapti. Birinchidan yaxshi o'qib oling, 39.5 gram kalib bermagan debdi. Kislorodning massasini toping debdi. Buni hop topamiz gramda. Buyog'i 2 316 bo'ladi. Buyog'i 32. Kislorodning massasini topamiz. Buni 39.5 qo'yadi, shuni olsak tur chiqadi javobi. Javobi tur chiqadi. Endi qaranglar. Tur. Bu yerda unum 75% berilgan, 100% qilib olamiz har doimgidek. Mana tur chiqdi-ku. Turim 100% bo'lsa, 75% qancha? 75 ni turga ko'paytirib, tur 5 ga 300 100 ga bo'lsa bo'ldi 3. Javob 3. Javob B bo'lgan.